O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nimadan tashvishda? Bu haqida batafsil bilmoqchi bo'lsangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Vaziyat xavf ostidami? Geosiyosiy va geoiqtisodiy ziddiyatlar, mintaqaviy nizolar va iqlim o'zgarishi oqibatlarining kuchayishi barcha mamlakatlar uchun katta sinov bo'lmoqda. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 may kuni Vengriya poytaxti Budapesht shahrida bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar tashkiloti davlat va hukumat rahbarlarining norasmiy sammitida nutq so'z ochdi. Bugungi sammitimiz shiddat bilan o'zgarayotgan global vaziyat va oldindan aytib bo'lmaydigan murakkab jarayonlar sharoitida o'tmoqda, dedi so'z avvalida Mirziyoyev. U Turkiy davlatlar rahbarlarini dolzarb muammolar yechimi bo'yicha umumiy yondashuv va pozitsiyalarni kuchaytirishga chaqirdi. Shavkat Mirziyoyev yana bir bor eng og'riqli muammolarga xalqaro huquq me'yorlari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomi asosida yechim topish zarurligi haqida gapirdi. Shuningdek, O'zbekiston rahbari G'azoda sulh bitimining buzilishi va harbiy harakatlarning qaytadan boshlanishi barchani chuqur tashvishga solayotganligini bildirdi. Shuningdek, u yana Afg'oniston masalasiga to'xtaldi. Mirziyoyevning fikricha, global va mintaqaviy xavfsizlik haqida so'z borganda, Afg'onistondagi murakkab vaziyatni inobatga olish va unga birgalikda yechim topish lozim. Eslatib o'tamiz, 1-marta Yevropada Budapesht shahrida o'tkazilgan Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlar prezidentlari va hukumat rahbarlarining norasmiy sammitida Vengriya bosh vaziri Viktor Orban, Ozarbayjon prezidenti, Qozog'iston prezidenti, Qirg'iziston prezidenti, Turkiya prezidenti va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va TTD bosh kotibi Kubanechbek Umiraliyev qatnashdi. Yig'ilishda tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lgan yana ikki davlat, Turkmaniston va Shimoliy Kipr Turk Respublikasidan rasmiylar ishtirok etmadi.